Davlat miqyosida ularning kiyimlari haligacha ishlatiladi. Pul keladi. Faqat o'sha mehr berib qilsanglar, Koko Chapan degan nom chiqdi. Kim boradi Chorsuga? Narsa sotib olishga. Choponlarni farqiga borishmaydi. Ishonasizmi, o'sha kuni где-то 300 ta odam yozdi. Bizga ham shunaqa futbolka kerak. Majburan desa ham bo'ladi. Ishonasiz, kirgizib xuddi qo'yishdi. majburan bo'lgan narsa. Qancha dizaynerlar birga chiqib ketgan. Uncha dizayner qila olmagan. Zo'r choponlar o'sha yerda qo'yilgan. Baribir ko'rasizlar, o'zligimizga qaytamiz. Qo'yadi-da. O'zbekistonda bitta kitob topa olasizmi hozir o'zbek tilida? Shu choponlarga shuni saqlab o'tirishibdi, bilishadi. Ценностini o'sha yerdagilar bilishyapti-da. Ulardan ma'lumot olaman-da, uyatda. Masalan, chet elga dizayner o'zini kolleksiyasi bilan chiqayotganda, "Gipyurvoy qo'yninglar" yoki anaqa bilan "Не удивишь". Hammaga assalomu alaykum. Bugun intervyuimizni Fashion Forum doirasida Nadi.uz brendi asoschisi Nodira Abdurahmonovadan olamiz. Assalomu alaykum, Nodira opa. Assalomu alaykum. Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishi va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas, bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimlar, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumning 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha. Sizga agar bilimlaringiz, tajribangiz beradigan ma'lumotlaringiz bizga muhim. Shuning uchun agar sizga rus tilida gapirish qulay bo'lsa, rus tilida bizga ma'lumot berasiz. Lekin o'zbekchaga ham o'tib anaqa beraman, ikkita tilda gapirib berishim mumkin. Vaqti kelganda o'zbek tiliga o'tamiz, ma'lumotli narsalar bo'lgandan keyin rus tilida gapirib beraman. Ha, bizga siz beradigan ma'lumotingiz qiymati muhim, shuning uchun rus tilida sizga qulay bo'lsa boshlaymiz. Demak, birinchi o'chirda, birinchi navbatda sizni личный путь и вдохновление. Yani, какая история стоит за брендом Nadi.uz? На самом деле, этника меня преследует уже лет, больше 25 лет. Я училась в Китае, я когда была студенткой, я уехала учиться в Китай, и там было задание показать Узбекистан, как представитель Узбекистана, и тогда впервые я надела свое атласное платье с штанишками и начала танцевать. И вот тогда я поняла, что большой интерес к нашей этнике, и меня начали приглашать на телевидение. Вот моя вообще карьера на телевидении началась уже тогда, это 2000 год. Представляете, 25 лет назад все это началось. Поэтому я понимала, что этника мне идет. Дальше путь такой, я выхожу замуж, мы уезжаем жить в Америку. Я покупаю свой первый чапан на Чорсу. Masqaravos choponlar bor-ku, unaqa beqasam. Erkalik kiyadigan chopon. O'sha payt u choponlarni faqat yoki Navruzlarda yoki uydagi marakalarda kiyadigan nima edi-da. Amerikaga shunaqa bitta choponni olib ketganman. Yana tashqarida yurgandim, у меня была маленькая дочка, я гуляла, и меня увидела тоже одна режиссер и сказала: "Ты из какой страны?" Я говорю: "Я из Средней Азии, мне нравится твое одеяние". Я говорю: "Это чапан. Не хочешь рассказать про чапан и про свою страну на телевидении?" Опять. И я такая, всю жизнь меня преследует этот момент. Мой муж тоже экспат, дипломат, мы живем в разных странах, обязательно нас приглашают, я обязательно в этнике. То есть как всегда присутствовала этника. Не тогда, когда нужно было традиционно одеться на свадьбу, на похороны, не знаю, на Навруз, а я всегда, элементы какие-то всегда в этнике были. Таким образом, вообще я не отношусь ни к дизайнеру, ни стилисту, я нигде не училась этому, я сразу признаюсь, сразу вы должны это себе, как бы для себя, не швея, вообще к этому не имею отношения. Но есть
soft skills на английском. Да. Это внутренние настройки, которые врожденные. Когда вы любите что-то, вы умеете это сочетать, вы просто показываете. Да? Буям bitta bir nima deydi? Xudoni bitta bergan talanta. Demak siz как бы вынуждать qilishibdi-da sizni bu sohaga kirishingizga. Odamlar o'zlari chaqirib olishdi-da shu narsaga. Shu boshlandi, mana shunaqa yurganimdan keyin sotshet boshlandi. Instagram chiqdimi? Instagramda hamma boshladimi nima qilishi, o'zini narsasini kiyib, obrazlarni ko'rsatishga, hayotini ko'rsatishga boshladi. Men ham ozgina o'sha payt lekin men neft-gaz otraslida ishlayman. Men hech qayerda u bunaqa nima deydi, modaga yoki nima yo'q edi. Bitta katta proyekti bir nimasi, я вела один крупный проект, нефтегаз. Очень хорошо зарабатывала и просто иногда показывала свои луки через Инстаграм. Да. И людям очень нравилось. Ой, а где вы это купила, где это? Я говорю, это я сшила вот у Клары Рухи, вот это вот оттуда, вот это оттуда. И вот так пошло, что я начала заниматься, стала модным блогером. Да? Блогер вообще манос chiqib keldi-yu. Mana masalan 2016-yilda blogersiz o'sha dan bilganmiz. U yo'q edi, endi boshlanyapti. Fashion blogerlar umuman yo'q edi. Keyin o'shani nimasini boshlab nima deydi, ozgina o'sha fashionga sal anaqa boshladim, ishlab, ko'rsatib. И 18-yil xo'jayinim Pokistonga chaqirishdi. В Пакистан он работал, и он сказал, бросай свою работу. И я бросила и уехала в Пакистан жить. Я просто хочу рассказать вам такую историю того, что если вы любите свою работу, она, вот если вы предназначение ваше именно работать с одеждой, да, вот или с каким-то там, я не знаю, рисованием, или за вами это все прилетит. Это Бог вам сделает, все вот такие возможности даст. То есть я сначала испугалась, думаю, как я уйду с офисной работы, я зарабатывала хорошие деньги, я была в большом статусе, меня все уважали, я ездила по всему миру в командировке. И в такой момент надо было выбирать либо карьера, либо семья. Конечно, мы все восточные женщины выбираем семью, я уезжаю в Пакистан. Что начинается тогда? Тогда начинается самая моя любовь к этнике. Chunki pokistonliklar haligacha o'zini kiyimini, o'zini traditsion kiyimlarini yetishmagan. Koloniya bo'lishgan, Britaniyani koloniyasi bo'lishgan, lekin o'zligisini yo'qotishmagan. O'sha menga turtki bo'lganda, ularni anaqasini ko'rganimdan keyin даже davlat miqyosida ularni kiyimlari haligacha ishlatiladi. Masalan, butun dunyoda yurganingizda pokistonliklarni bilib olasiz. Ularni sharvar kamisi kiyimisidan, to'g'rimi? Nega biz o'zbekistonliklar shuni yo'qotib qo'ydi degan savol keldi o'sha payt menga. Keyin biz qaytdik, pandemiya bo'ldi, nima bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yana blogimga qaytdim. Ko'rsatishni boshladim. И 8-mart kelyapti. O'sha bo'ldi, pandemiya tugadi. Xo'jayinlar pul tashladilar, bor o'zingga bu narsa ol dedilar. Chorsuga tushdim. Hamma 8-martda bu blogerlar chiroyli sovg'alar ko'rsatishsa, katta buketlar ko'rsatishsa yoki nima ko'rsatishsa, zo'r o'zu kartiyalar ko'rsatishsa, men Chorsuga borib eski choponni ko'rsatdim-da. O'sha $300 bergan xo'jayinim $300 ikkita chopon, bitta suzani olganman. Endi shunaqa xursand bo'lganman, o'shani Instagramimdan ko'rsatish boshlaganman. Odamlar jini bo'lib qolishgan. Qatton deysiz, Chorsu shunaqami, shunaqa joylari bormi? Chunki bizning tushunchamiz bo'yicha Chorsu bir achavatxonada, qanaqadir odami ko'p, ishlasa topolmaysiz o'tda. No, masalan, o'sha fikrlandi. Stoyankasi yo'q, lekin o'sha payt men borganimda stoyanka chotki. Magazinlari zo'r. Masalan, sotuvchilari ham zo'r edi. O'sha haligacha Bahrom akamga salom aytmoqchiman, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bahrom aka o'sha biza boshlagan magazinning xo'jayini anaqasi egalari, они продают chopani, и bitta menga paranji yoqqudi, juda qimmat edi. Pulim yo'q, yetmayapti. Olib ketavering deganlar. Voy, ko'zim chiqib ketgan. Qanaqasi olib ketaman, bu eski qimmat narsa-yu, bu $1000 turadigan narsa. Faqatga qochardingiz, olib kelasiz deb o'sha pulni deganlar. O'shanda men qanaqadir xursand bo'lib ketganman, shunaqa nima deydi? Chunki sevaman unaqa. Meni Birkin, Cartier narsalarim shu choponda, hamma pulim o'sha yerda. Chunki men yaxshi ko'raman. Lekin o'sha payt men bilmagan edim, что shu meni qanaqadir nima bo'lib ketishi mumkinligi. Что men yo'lim, men haligacha o'sha uyda o'tirgan ayolman, ofisdan chiqib ketganman, и blogimni ozgina ko'rsatib yuradigan odam edim. Shu bilan Instagramga kirsam, hamma hayron, hamma xursand, hamma o'sha chopon olmoqchi. Keyin men o'yladim, men bitta o'rtog'im bor edi, Lena Sparks. Aytdilarki, shuni proyekt qilaylik degandilar-da. Men jinoramisiz? Kim boradi Chorsuga? Narsa sotib olishga. Hamma o'zi borib olishi mumkin. Men bilan nima qiladi o'tga borib? Yo'q, deyapti-da. Ko'pchilik bora olmaydi o'tlarga. Chunki
joyini bilmaydi. Masalan, turistlarni aldaydi deb o'ylashadi. Keyin choponlarni nima farqiga borishmaydi. Keyin bir boshlab ko'raylik dedida, o'shanga keyin o'sha aytaman 21-yilda shunaqa chiqqanman. Birinchi shuna qo'rqqanman. Keyin bunaqa deganlar, pul olamiz yana u odamlardan. Men вообще qanaqasiga men chorsiga odam olib borib pul olaman ulardan. Ko'rasan zo'r proyekt bo'ladi degan ishonch anaqa qilib bildirganda o'shalarni. Keyin qo'rqib Instagramimdan zo'rg'a chiqarganman. Nech pul berardinglar? Noqulayda qanaqadir chorsiga odam olib borib, mayli tam magazinga borib obraz yaratish, u boshqa narsa, stilistlik qiladi-yu, masalan, chorsuga qanaqa borib olib boraman. Birinchi borganimizda qiyin klient bo'lgan, qozog'istonliklar, inostranslar bo'lgan. Ular aytishganki, biz просто ko'ramiz, mayli sen bilan anaqa qilamiz deshganda, keyin blin aytganda u ayol, o'sha kelgan ayol o'sha bizning nimamizga, o'sha birinchi proyektimga chiqarish uchun. Я в этом выгляжу как, это очень ярко для меня. Я выгляжу как будто продавщица дынь deganda. Я такая, challenge. Так, hozir boshlaymiz. Boshlab ko'rganman-da, choponni ko'rdimda, как бы у меня есть вот это внутреннее светотип bor, narsa figurangiz nimasiga qarab, rangingizga, kojani rangiga qarab, bitta choponni oldimda, shunda yelkalariga tashladim. Birinchi yo'q dedi, keyin oynaga qarab, rasmga olib qo'y dedi. Bitta rasmga oldik, keyin qarasam, 10 ta 15 ta choponni kiyib ko'rib, rosa rasmga olyapti-da. Я говорю, yoqdimi Irina desam, слушай, мне это очень нравится. Я, наверное, куплю этот. 4 ta chopon olib, 8 ta sumka olib ketgan Suzannelik. Ishonasizmi, birinchi kunda. Boshida nimadir deb. Bahrom akalar, Hojibarlar o'shalar magaziniga olib keldim dedi. Chunki menga ishonch bildirib, menga ham yoqdi bunaqa nimasida. Muloqot между продавцом и покупателем. O'sha magazinga boshladim odamlarni olib borishga. Shu proyekt, masalan, 2 yil bo'lgan bo'lsa, bizda 1000 tadan odam точно borgan, 13 ta mamlakatdan kelishgan. Angliyalik rejissyorlar kelishgan, juda mashhur. Cartier'ni asoschilari kelishgan, VIP tur qilib berganmiz. Shu orasida inostranslarni nimasi juda nima deydi? Muhabbati, qiziqishi вообще ko'payib aniq qilinganda bildirishgan. Shu sotshet Instagram orqali. Shuna qilib keyin bizning Coco Chapan nomi menga mana shu choponlar qirolichasi nom berildi. Keyin bitta моя подписчица, она и в Германии живет. Она сама узбечка, но она живет в Германии. Говорит, sizchi Coco Chorsu bo'lib ketdingiz, Nodiraxon deyishdi-da. Я говорю, yo'q, Coco Chorsu emas, Coco Chapan bo'lishi mumkin dedim-da. Keyin o'sha Coco Chapan degan nom chiqdi. Nom chiqqandan keyin bitta o'sha у меня очень крутая аудитория. Всегда благодарна своей аудитории. Хочу передать, когда вы с любовью ведете свое дело, вокруг вас такие же люди, да, собираются аудитория. Вот, девочки, если вы меня смотрите, все, что вы начинаете, вы должны делать из любви, от любви, для любви. Все. Вот не ищите цель заработать. Деньги, yog'ib keladi keyin. Вот ishoninglar menga pul keladi. Faqat o'sha mehr berib qilsanglar, o'sha atrofimdagilar mana shunaqa mana shu kelishim точкаga keltirishganda, bitta подписчицам bor ekanlar, ular sexlar bor ekan. Tug'ilgan kunimni bildilar. Shu Coco Chapan futbolkasini chiqardilar-da, menga podarka sifatida olib keldilar. Endi men, конечно, uni через Instagram ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa zo'r Coco Chapan, вообще zo'r ekan, fasoni zo'r ekan, minnatdorchiligimni bildirib, просто qo'ydim. Ishonasizmi, o'sha kuni где-то 300 ta odam yozdi, bizga ham shunaqa futbolka kerak. Men o'yladim, merch qilaman, okey, где-то 100 tacha chiqarsam sotaman-da, shu bilan qoldirib qo'ya qolaman shu ishni. Yo'q, bo'lmadi. Hozir endi o'sha brend asoschisi bo'ldim. Nadius Items degan, mana men buni ham bizning narsamiz, asoschisi bo'ldim. Shu bilan shu futbolkadan, Coco Chapandan Nadius Items boshlandi. Dizayner bo'lib ketdim. Mana sizchi qanaqadir dizayner bo'lishga harakat qilib, mehnat qilmagansiz. Sizni vaziyatni o'zi, odamlarni o'zi shu sohaga как majburan desa ham bo'ladi. Ishonasiz, xuddi majburan bo'lgan narsa. Men qilmoqchi emas edim, chunki men fikrim bo'yicha unga o'qish kerak, unaqa qilish, hozirlik fikrim o'zgargan. O'sha payt ota-onamni nimasi ustanovkasida har bitta narsani anaqa o'zbeklarda ana gapi bor-ku, chumchuq so'ysang ham qassob so'ysin. Menda ham shunaqa fikr bo'lganda, chunki men dizaynerlikka o'qimaganman, stilistikaga o'qiganman, qanaqa men brend одежды буду делать deganman-da.
Нет, nичего не верьте. Ichingizda jo'sh banaqa bormi? Qilaveringlar, qo'rqmanglar, qilinglar. O'sha faqat gap, muhabbat. Через любовь. Через любовь. Mehr bilan, shunaqa ichingizdagi nima bilan qilsanglar, pul ham yog'iladi, знаменитый ham bo'lib ketasizlar, hamma narsa o'z joyiga keladi. Imzosini topish kerak. Sizda-chi, mana uncha-muncha dizaynerlar shu kiyimlarni tika oladigan, shveyalar, dizaynerlardan ham ko'ra qanaqadir chutyo bor-da. Siz baribir boshqacha ko'z bilan qaraysiz. Masalan, yonimda yuradigan qizim mobilograf nimalik qilayotganda zo'r video olib qo'ydi. O'shani ko'zingni olib o'zimga qo'yib olgim kelyapti, derdim-da, hazillashib. Sizda ham именно ko'zingiz boshqacha, siz boshqacha ko'rasiz, boshqacha prepodnосить qila olasiz auditoriyangizga, mijozlaringizga va odamlarga. O'shaning uchun ham masalan, bo'lmasam siz paytingizda qancha dizaynerlar birga chiqib ketgan. Uncha dizayner qila olmagan. Dizaynerning asosiy vazifasi nima? Chet eldagilarga, masalan, o'zimizning milliyligimizni ko'rsatish, etno stilimizni targ'ib qilish, bizning boyligimizni ko'rsatib berish asosan dizaynerlarni-da. Siz o'sha uncha dizayner qila olmagan ishni o'zingiz. Meni birinchi vazifam prosta o'zligimizni bilishimiz kerak-da. Bu hozir arabizatsiya bo'lib ketgan. Ko'pchilik odamlar bizani asl kelib chiqishimizni bilishmayapti-da. Bizani asl kelib chiqqan o'sha moda sifatida-da. Chunki uni ham tushunsa bo'ladi. Biz yopiq bir mamlakat bo'lganmiz, SSR payti, to'g'rimi? Hammani bir xil tutishga qilishgan, o'sha g'oyasi shunaqa bo'lgan SSRda. O'shanda etnika narsalari, natsiya degan narsa yo'q edi. Hammani bir xil kiyintirib, bir xil nima qilish mavzusi edi. Biz o'sha paytdagi odamlarimizda tug'ilgan ota-onamiz ham shunaqa bo'lgan. Milliy narsalarga ozgina nima deydi, salbiy bir urg'u berilganda, chunki ularning g'oyasi shunaqa edi, hamma bir xil bo'lish kerak, natsiya netu, religiya netu degan narsada. Evolyutsiya boshlandi. Keyin SSR parchalanib ketdimi? Biz O'zbekiston mustaqil bo'ldikmi? Yana kimligimizni bilmaymiz. Уже g'oyamiz ichimizga singib ketgan, o'sha milliy narsalar ozgina nima deydi, uyalardik-da. Baribir ham o'sha 90-yillarda ko'pchilik uyalardi. Biz Yevropaliklarga o'xshagimiz kelardi. Biz ulardan ibrat olardik, kiyimlarini, fasonini olardik. Eslang, bilmayman, yoshingiz nechida, lekin biz o'sha etnikadan qochardik-da. Chunki u etnika bizani, masalan, qanaqadir soddaligimizni ko'rsatarmidi? Chunki omroq ko'rsatadimi? Qishloqlardagilarga ko'rsatamiz, o'zimizligimizni boshqacha bir ko'rsatmoqchi bo'lganmizda, yo'qotib qo'yganmizda o'zligimizni o'sha payt. Keyin mana masalan hozir ham bu evolyutsiya deyiladi. Bunga это должно быть проходить. Это мы должны давать шанс, потому что shu evolyutsiya через одежду biz hammasini o'tishimiz kerak. Masalan, o'sha SSR paytimizda biz bir xil yurardik, keyin mana shu mustaqil bo'lganimizdan keyin biz izlanish qildik, Yevropacha nimas usulini oldik. Endi hozir bizga mass market kirib keldi, uni ham o'tishimiz kerak, chunki oldin bu ham bizga qiyinroq edi. Masalan, chetga chiqqaningizdan keyin Zarani olib kelardingiz, to'g'rimi? Hozir buni ham o'tamiz. Keyin baribir ko'rasizlar, o'zligimizga qaytamiz. Baribir mana shu matolarga, fasonlarga qaytamiz. Bunga 100% nima garantiya beraman. Chunki xalqida ko'tarilib boryapti, oshib boryapti. Bilasizmi, tashqaridan ko'pchilik bunga e'tibor beryapti. Keyin bizanikilar bu yerda qiziqishga uyg'onyapti. Teskariroqda, ko'rasizmi? Nabrot bizni ko'rsatib biz ko'rsatib berishimiz kerak, lekin hozir boshqacha teskari nima bo'lyapti-da, tendensiya. Tashqaridagilar bizga qiziqish berib, o'zlari kelib bizani anaqa qilyapti. No, это тоже нормально. Bu bizani nimamiz, istoriyamizda hozir razvitiyasida. Bunga yo qanaqadir otsenka berish, ну как noto'g'ri bo'ladi-da. Shunga hammani o'zini nima deydi, yo'li bor. Razvitiyasini yo'li bor. Shuning uchun meni vazifam hozir buni did bilan ko'rsatib berish, haligacha sizlarga будущий поколениyaga buni saqlab berish, chunki bilasiz, ko'p narsalarimiz yo'qolib ketyapti. Olib chiqib ketilyapti chet ellarga. Ko'p shunaqa chet elga olib chiqib ketganligi ham juda ham afsuslanam. Masalan, Washingtonga borganimda, o'sha yerda Washington muzeyi, George Washington muzeyi bor. Eng zo'r choponlar o'sha yerda qo'yilgan. Ular saqlab beryapti. Ular kitob chiqaryapti, har bitta atlas, adras nimaligini. Mana bu lozimlar bor, lozimlarni anaqasi ham bor. Nima deydi, vykrikan o'zbekchasiga bir nima bilan andazasi. Andazasigacha bor. Ishonasizmi? O'zbekistonda bitta kitob topa olasizmi hozir o'zbek tilida? Shu choponlarga
bizani kiyimlarimizga andazasi bilan bormi? Yo'q. Paradoks. Поэтому mani vazifam hozirgacha hozir shu narsalarni saqlab berish хотя бы, keyin kimdir nima deydi, единомышленник, если кто-то будет побогаче, я уже все деньги свои потратила сюда, дальше уже нету. Кто-то, да, пока что вот это на уровне дошла, что я дала статус чапанам, что мы ушли из Чорсу, это неплохо, то есть я не говорю, что на Чорсу это лежит плохо, нет. Это такое развитие. Мы повесили их на вешалки, убрали их с вот такого момента, сделали им статус. Я подняла статус чапанов. Моя задача, и вот, может быть, это мизерная такая, как бы, да, но есть, оно уже есть. И каждый человек, кто приходит, они смотрят, они уже другими глазами смотрят на это. Уже испачки qo'ymay, ehtiyot qilib oling. Уже мамбу qadriyatini bilishyapti. Mana bu bizani matoli, masalan, agar o'qib chiqsanglar, uni ham hozir o'sha ingliz tilidan вот американцы сделали всю эту работу за нас. Я всю информацию получаю извне. У нас внутренне нету, да, вот почему такие расцветки? Nimaga shunaqa yorqin, masalan, Buxoro Samarqandliklar shunaqa sariq, qip-qizil kiyishgan, bilasizmi? Более yorqinroq ranglarni baribir Buxoroda, Samarqandda. Nimaga? Haligacha bilmayman, uning sababini bilmayman. No, haqiqatda shunaqa. Mijozlardan kelib chiqib aytsam bo'ladi, filiallarimizdan kelib chiqib aytsam bo'ladi. Oldinda nimaga shunaqa berilgan, shunaqa ranglar berilgan, bilasizmi? Yo'q, bilmayman, bilmasam. Hamma narsani nimasi bor. Объясненияsi bor. Masalan, Tashkent и Фергана, они были трендсеттерами, как сейчас говорят. Они всегда одевались лучше всех регионов. И любимые их цвета были синий, голубой и зеленый. Вот Farg'ona viloyati, Farg'ona, Toshkent viloyati o'sha bitta hudud bo'lganligi uchun, как бы близко bo'lganligi uchun ularni ranglari o'sha yashil bo'lgan, ko'k bo'lgan и голубой bo'lganda, masalan. Nima uchun? Chunki bu yerda oaziz bo'lgan. Bu yerda Farg'onalarga borsangiz, suvlar, ekinlar ekiladigan, hamma yoq zелёный. O'sha tutash uchun, вот красиво bo'lish uchun shunaqa ranglar ishlatilgan. Gullar bor, ko'pda u yerda gullar ekiladi, Namanganlik guli ko'p, поэтому такие зеленые и синие, как бы небо и трава. Все остальное там уже есть. Самарканд, Бухара — это были места, где очень мало растений. Это оазисы, не оазисы, наоборот, это сахроlar. И ularga guli yetishmasdi. O'sha uchun kiyim orqali, o'sha rang orqali, krasочность orqali ular o'sha sahrolarga rang berishardi. O'sha kiyim orqali. Tushunyapsizmi? Hammasini nimasi bor, o'sha kelib chiqishi ma'nosi bor. Mana sizga yana bitta. Да, каждая деталь в одежде, odamlar keladi-yu, men leksiya o'qiyman. Har bitta chopon просто так emas. Mana bu bitta choki-yu, qo'yilishi-yu, rangi-yu, hamma narsa невербальный gapiradigan narsalar. Через одежду можно было рассказать о себе. Это так гениально. Из какого ты viloyat, qaysi viloyatdan kelganingizni, nechta bolangiz bor, hammasi bor, chiqamiz, chiqmaganmisiz. Вообще zo'r haqiqatda bu informatsiyalar. Gapirmasdan уже sizni o'qisa bo'ladi-da. Zo'r-ku. Как грамотно это построено, да? Очень гениально, я считаю. Гениально, да. Слишком. Невербальное общение через одежду. Boshqa chet el davlatlarida ham shunaqa bo'lganmi-kan oldin, menimcha? Камера, bizda, вообще я говорю, я буду как эти армяне, грузины. Самая первая многослойность появилась у нас. Hozir многослойность bor, bunaqa modada kirilgan, bizda boshlangan, то есть 100%. Masalan, ayollarimiz o'sha payt qanaqa aqlli nimalar g'oyalar chiqarishgan. Ular осанку, чтобы держать красиво, одевали украшения на волосы, тяжелые украшения, которые вот так вот, и всегда ходили так ровно. Нигде в Европе такого не было. Это первые наши. Все вот эти украшения на волосах, это тоже не просто так, понимаете? Вот paranjiya o'zidan o'zi kelib chiqmaganda. Masalan, chachvon bilasizmi? Mana bu chachvon, mana bu oldida anaqa qiladigan narsa. U ham zo'r narsa-da. Tonirovka deyiladimi? Ichidan hamma narsa ko'rinadi, tashqaridan ko'rinmaydi. И при этом очень хорошо работает на зрение. Если у вас низкое зрение, o'shani keyin зрение to'g'rilanadi, bilasizmi?
Shunaqa nimasi bor. Geniально. O'sha payt уже ko'rdingiz. Я так люблю вот это все. Вот все забывается. Kimdirga o'sha nimalarimni bildirishim kerak, o'sha uchun shunaqa joy ochganmiz. Sizda вообще haqiqatda milliylikka, etnostilga, bu cho'ponlarga muhabbatingiz shunday bilinib turibdi-da. Siz prям tagigacha hamma narsani уже surishtirib, bilib, maza qilgansiz. Dunyo bo'yicha anaqa qilganimda har safar o'sha Fransiyada ham bor. Bizning cho'ponlar qiziqish anaqa qilganlar, o'sha antikvarlar yig'ganlar, o'sha cho'ponlar. Ulardan so'rayman, qattiqliklar ko'p narsa mana 90-yil biz mustaqil bo'lganimizdan keyin hamma narsa tarqalib ketgan. Ko'pchilik o'sha turklar kelganda, через Istanbul olib ketib qolishgan. Zo'r cho'ponlar, вообще chiroyli cho'ponlar. O'shani saqlab o'tirishibdi, bilishadi. Ценностini o'sha tegilar bilishyapti-da. Ulardan ma'lumot olaman-da, uyatda. Lekin men aytdim, men ham shunaqa qilaman. Shunaqa qildim men. Muzey ochdik shu bilan. Muzey ham lekin juda ham со вкусом, did bilan ochilibdi. Har bitta detaliga e'tibor berganingiz bilinib turibdi. Qancha mehnat ketgan bu yerga, вообще hattoki tasavvur ham qila olmayman. Juda ham har bitta tochkasi, har bitta xonalari, hattoki mana bu reception deydimi, receptionning o'zi bitta alohida bir shunaqa musiqa desa ham bo'ladi-da, alohida bitta. Har bittasiga juda ham chiroyli qarabsiz. Buni tushunadi-da, baribir bu yerga mehnat. Lekin men o'sha bizning o'zbekistonliklarga ham chet elliklar-ku, ular juda yaxshi bilib, sevib, ko'rib anaqa qilishadi, qadrga borishadi. Shu o'zbekistonliklar ham ozgina shunga nima desam bo'ladi? Muhabbatini uyg'otish kerak-da, bizning vazifamiz. E'tiborini. Muhabbat mayli keyingi anaqasi, e'tibor. Ozgina e'tibor qilib, farqiga borib, da o'shani ma'lumotlarni bilib, qiziqib, ozgina shunaqa bir nima deydi? У меня желание есть, да, такое, поэтому sizlar ham zo'r ish qilasizlar, shunaqa fashion nimalar, forumlar qilib, o'sha qiziqqanlarga sizlar orqali biz ham masalan o'zimizni bilimlarimizni da qilib anaqa o'sha nima deydi, заразить этим тоже хочется через вот спасибо, что вы sizlarning publika или baribir обширный ro'da, biz rus tilida olib boramiz. Bizniki sal узкий ro'y, biz иностранецlarga ko'proq anaqa qilamiz. Lekin shuni ham anaqa qilishimiz kerak deb o'ylayman. Men ham уже успей tilini o'rganib anaqa qilishim kerak deb o'ylayman. No, sizlar orqali instrument qilib olamiz. Shu g'oyalarni bildirib, nima deydi, заразить qilib, xudo xolasa qiziqtirib, yangi pokoleniya shunga anaqa qilib. Dizaynerlarga masalan haqiqatda o'zimizning stilimizni, o'zimizning milliyligimizni ancha ko'p taraflama tarozida og'ir botib qolishini tushuntirishimiz kerak. Masalan, chet elga dizayner o'zini kolleksiyasi bilan chiqayotganda, gipyurvoy ko'ynaklar yoki anaqa bilan ne удивишь. Ularni qiziqtira olmaysiz, ulardan zo'rroq ham bo'lamiz. Lekin adresdan oddiygina nimcha bo'lsa ham, kofta bo'lsa ham olib chiqsa, bu уже ancha-muncha tarozi pallasini bosib qo'yadi-da, har tomonlama. To'ppa-to'g'ri. Masalan, aytamanki, farqiga boringlar-da. Masalan, dizaynerlar ham faqat biznes qilib ko'rmanglar-da. Bu ham nimaga bog'liq-da? Какая у вас идея, конечно, какая цель? Если заработать, да, конечно, и гипюр можно использовать, и все остальное. Это тоже нормально. Я не говорю, не делю, что плохо, что хорошо. Это тоже должно быть. Но если вы действительно хотите попасть в историю, стать реальным дизайнером, та история вас не спасет, та только деньги вам принесет. Никакой знаменитости, никакого интереса со стороны это вам не даст. Поэтому мақсатке муваффақ дейді. Масалан, если вы хотите попасть в историю, чтобы вами интересовался весь мир, надо удивлять именно вот уникальностью и использовать правильные узбекские ткани. Изучите вообще тему. Я знаю, что мало очень информации. Приходите, я вот поделюсь, я скажу, с кому можно сходить. Осталось не совсем много искусствоведов, которые это понимают. Приходите, изучайте, ставьте себе цели глобальнее. Не заработать в деньгах, а заработать репутацию во всем мире. Чтобы вас президент сказал, вот так взял в руку, вам сказал, спасибо тебе большое, что ты делаешь большое дело. Да, вообще. Вот так вот должно быть, да? Ну, как бы это моя история. То есть, но я никак не хочу сказать, что не надо делать другие одежды, да, запрещать использовать там тот же самый гипюр. Да. То есть... Гипюрlar mayli, Nodira. Я как бы тоже, да, gipyurlar тоже endi o'zini nimasi, jinsilar masalan, trikotaj boshqa ma'no. Keling,
ikkalamizga ham og'riqli bo'lgan mana hozirgi Xitoyga bosma nimalari. Masalan, lyonoviy chapanlar, xalatlar u еще можно-da, anaqa hazm qilish ilojisi bor, lekin adreschilarimizni o'zi sotishyapti buni. Boshqa ilojligisi yo'q, chunki bozori talabi bu, tikuvchilar talab qilishyapti, mijozlar talab, balkim ular bilishmayaptimi. U ko'pchilik bilmaydi to'g'risi. U qayerda ishlab chiqilgan va kimlar uchunligini. Bu Xitoyda print qilib chiqarilgan, bu oddiy mato, oq narsaga даже atlasnoy emas. Yo'q. Buni sostavida juda yaxshi emas narsalar, plastmassa narsalari. И просто print, nima degani print? Masalan, bosmada, masalan, gul bosish, u много не требует труда, и muma тоже, da. Но u Xitoyda Xinjiang Uyg'urlar anaqasi bor, millati bor. Ular uchun chiqarilgan narsa. Ular u narsalarni nimaga ishlatishadi? Yostiq qilishadi, parda qilishadi, masalan, yoki dasturxon qilishi mumkin, chunki lekin badaniga hech qachon kiyishmaydi, chunki u plastmassa. O'sha nimadan qilingan narsa, vredniy narsa. Bizanikilar bu yerda kiyib, uni ko'rsatib, O'zbekistonni anaqa narsasi mahsuloti deb chiqarib berishadi. Men hozir sizga ham aytib o'tdim, hozir buni nima deydi, problema qilib moqchi emasman, но это проблема реально, chunki o'zimizning matolarimiz bor. Shu odam farqiga borish kerak-da, bizning sotuvchilar aytish kerak. Bu O'zbekistonniki emas deb. To'g'risini aytish kerak-da. Aytishyapti ham, lekin Hindistonniki, men bu mato Xitoyniki, shu uchun narxi shunaqa. Agarda o'zingizga ep ko'rsangiz, yaxshisini oling. Shunaqa bir nimada bo'lsin, masalanda talab hammaga nima deydi, beradi nimani imkoniyatida, tanlovi beradi. Bo'lish kerak, lekin gapirib qilinglar shuni. O'zbekistonning reputatsiyasini o'zi qiyin ko'tarish hozir уже. Lekin bor-da, nima bilan ko'tarish ilojisi bor, chunki lekin shunda ham biz o'shani ishlatmayapmiz-da, baribir yana boshqa nimalardan boshlayapmiz-da. Noto'g'ri ish bu. Lekin bu ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Baribir sotilishi kerak, olish kerak, lekin gapirib sotinglar, bu Xitoy matosi, biz tikkanmiz deylar, nima qiyin emas-ku masalan. Shu uchun arzon. Agarda ko'rsanglar, puli bor, qiziqishi bor desanglar, bizda qarang, alternativasi bor. Bu O'zbekistonning matosi, qo'lda qilingan, masalan, ranglarini naturalniy-da, mana shunaqa to'qishgan, buni mana shu hozir bu texnika ketyapti, ko'pchilikda yo'q. Sal qimmatroq, lekin buni maza qilib kiyasiz, yozda ham, qishda ham, qachon bo'lsa ham. Mana shunaqa gapirib anaqa qilsanglar. Siz hozir bu narsalarni nimadan kelib chiqib gapiryapsiz? Masalan, Hindistonlarning nimasini buni O'zbekiston deb aytishyapti. Milliy boyligi degan ma'noda ko'rsatishgan. Ну, это бессовестно на самом деле. Чужую культуру по себе присваивать. Во-первых, ладно, была бы это бы красивая история, да, хорошие ткани, не знаю, красивый фасон, и вы такие себе присваиваете и такие говорите, что это, но это же некрасиво, это же дешевая вещь, и вы говорите, что это сделано в Узбекистане, что это узбекское. Но вы врете, во-первых, во-вторых, это не узбекское. Не надо спутывать наши ткани, которые делаются. Это такой сложный труд, вы даже себе не представляете. И когда вы просто рассказываете, как сделана вот эта ткань, уже человек, который понимающий, ценящий, он не будет обесценивать. Он не будет даже торговаться, он скажет, «O'sha narxda ber», deydi. Shuni degan oladi. To'g'risida juda katta mehnat. Siz hozir o'zbek modasida, moda industriyasida baribir adreslarimizni, bizani milliyligimizni qiymatini ko'tarish asosiy maqsadingiz shu, menimcha, bu maqsadga yetishyapsiz ham. Xudo xolasa. Va bu maqsad yo'lida haqiqatda bu narsani pastga olib ketayotgan odamlarga baribir aytadigan gaplaringiz bor. O'sha gapda, o'sha qizlar ham masalan e'tibor beringlar-da, qilayotgan narsalarga, targ'ib qilayotgan narsani, o'zbekistonlikmisiz, o'zbek nimasini ko'rsatmoqchimisizlar, masalan, produktini. По-честному qilinglar-da. To'g'ri-da, o'sha nima. Chunki bor-da, yo'q emas, masalan, yo'q bo'lsa ham bizda mayli indamasdan nima ishlatsak-da, uni bir bola qilib. Bizda boyroq-da o'zimizning milliyligimiz. Hamma narsamiz bor. Juda ham nima. Hamma narsa, ozgina fantaziya. Ozgina kreativ mishleniyya ishlatsanglar bo'ldi. O'zi intervyuni oxirida mana aytishimiz kerak edi, nima maslahat berasiz deb. Aslida shu hammasi maslahat bo'lib ketdi. Hammasi maslahat bo'ldi. Sizda fokusingiz, diddingiz bor. Sizda bundoq boya aytganda chutkist bor deb o'yladim. Bunaqa baribir tarixdan bunchalik informatsiyalaringiz borligi va buncha bilimga egaligingizni men mana intervyuda o'zim uchun siz boshqatdan kashf qildim. Va bizani ko'rib turgan intervyuimizni ko'rib turgan obunachilarimizni ham
aynan bu tarafingizni ham ochishdi deb o'ylayman va sizlarga agar haqiqatda foydali bo'lgan bo'lsa, Nodira opaga shaxsan savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozsanglar bo'ladi. Bundan tashqari yana Fashion Forumda siz qaysi dizaynerlarni yoniga borib, bizlar showroomligisiga borib intervyu qilishimizni xohlasanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Hammanglarni izohlaringlarni kutib qolamiz va inobatga olamiz fikrlaringlarni. Rahmat. Bugungi mavzu siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishni va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas. Bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimlar, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumni 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha.